Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Yana bir obyektda boshlaganmiz. Ushbu fayzli xonadonimizni ham asosiy devori sokol qismlariga gibkiy kamellarimizni yopishtiramiz. Juda ham zo'r, chiroyli fason tanlangan do'stlar. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Ushbu fayzli xonadonimizni manziliga kelsak, Sirdaryo tumani Guliston shaharchasida joylashgan. Ushbu fayzli xonadonimizda tashqi fasadlari va sokol qismini kvadratiga kelsak, 387 kvadrat chiqdi do'stlar. 95 ming so'mdan dogovor qildik do'stlar. Usta haqqi ichida 95 mingda ichiga kiradigan narsalar tanishtirib o'taman. Qiziqqanlarga do'stlar, gibkiy kaminimiz, laka, klegi, dastavkasi va ustalar xizmatlariga ushbu xonadonimizga asosiy devoriga kafelni klet tortishadi, sokol qismini tekizlashadi, gruntovka berib, gibkiy kamen yopishtirib, lak berib, uy egalariga topshirish xizmatlariga kiradi. Aziz yurtdoshlar, tez kunda ushbu fayzli xonadonimizning asosiy devori, sokol qismlariga gibkiy kamenlarimizni yopishtirib, alohida yana bir video syomka qilib sizlar bilan bo'lishaman do'stlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Do'stlar, gibkiy kamenga qiziquvchilar ekrandagi chiqib turgan raqamlarga telefon qilib ma'lumot olishlari mumkin. Biz hozirda O'zbekiston bo'ylab ish faoliyatimizni olib boryapmiz. Do'stlar, biz har doimgidek xizmatlaringdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.